Shu kungacha Nyu-York qishlog'imizda 3 ta turdagi o'zbek oshi nihoyatda mashhur bo'lgan. Samarqand, Farg'ona va Toshkent. Afsuski, Buxorocha oshi sofi shu kungacha yo'q edi. Chunki aynan bugundan boshlab mana shunday Buxorocha oshni Nyu-Yorkda joylashgan Sherdor Burger deb nomlangan restoranda tayyorlashadi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Misr Otabek TV kanaliga va Nyu-Yorkka xush kelibsizlar. Bugungi video orqali men sizlarga aynan mana shu Buxorocha oshi sofi qay tarzda, juda murakkab tarzda tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Qolaversa, bu oshni eng foydali tomonlarini sizlarga professional oshpaz aytib beradi va agarda uxlab qolmasdan ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar, nima uchun aynan buxoroliklar va samarqandliklar Toshkent va Farg'ona oshini kechagi osh deb atashadi? Ushbu savolga javobni biz Samarqandni Nyu-Yorkdagi oqsoqollardan olamiz. Demak, like-ni bosib qo'yamiz va ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Ketdik. Xalqimizda osh haqida ko'plab maqollar bor. Masalan, oshsiz to'y, so'zsiz sher kabi. Aytgancha, sizni osh haqida eng yaxshi ko'rgan maqolangiz bormi? Iltimos, o'sha maqolni mana shu videodagida izoh tarzida qoldiring, biz har birini o'qib, albatta javob beramiz. Men eshitishimga qaraganda, aynan Buxorocha osh sofini tayyorlash nihoyatda qiyin, chunki alohida go'sht qaynatiladi, alohida tarzda guruch qaynatiladi. Kelinlar mana shu jarayon qay tarzda professionallar tomonidan tayyorlanishni birgalikda hozirning o'zida tomosha qilamiz. Odatda Buxorocha osh sofi 5 soat davomida mana shunday maxsus mis qozonlarda tayyorlanadi. Hozirda ushbu oshni bizga tayyorlab bergan oshpazimiz Akbar akadan so'raymiz. Ular o'zlari samarqandlik, lekin aynan Buxorocha oshni tayyorlashni qayerdan o'rgangan? Xo'sh, ustodingiz kim? Buxorodan bir Jasur degan nomi chiqqan ustozimiz bo'ladi. Aytingchi, aynan mana shu oshning qanaqa asosiy foydali tomonlari bor? Bu sofi oshni Buxorocha degan aytgani, bu hammasi qarga, bug'ga pishiriladi. Bu dietetический hisoblanadi. Odam bu oshni yegandan keyin o'zini yengil his qiladi. Amerikada bu osh organik taom. Oscar Wilde yaxshi gap bo'lgan. Hech qachon kasalvand doktorga va ozg'in oshpazga ishonmagin deb. Lekin bilasizmi? Men sizga ishonaman. Rahmat. Samarqandliklar va buxoroliklar Toshkent va Farg'ona oshini hazillashib kechagi osh deyshadi. Nimaga? Sabab bormi? Farg'onada buni aralashtiradi, Mana bizlardan ustiga hammasini aralashtiradi. Kechagidayda istasku osh deb. O'sha uchun. Demak, Buxoro Samarqand oshi aralashtirilmagan holda mana shunda demak laganlarga solinadi. Lekin agarda bu osh ertagalikka qolib ketsa, u aralashtiriladi. Aralashtiradi, istasiz. O'sha uchun Farg'ona Toshkentda o'sha qozondan solingan paytda laganga o'sha paytda aralashtirib bo'ladi. Aralashtiradi. Shuning uchun kechagi osh deysizlar. Kechagi osh deydi. Mayli. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohumma solli va sallim ala nabiyina Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Parvardigor shu Sherdor kafesiga Parvardigor o'zing baraka ato qilgin. Parvardigor o'zing ziyoda qilgin, biz kam qilgan bo'lsak o'zing ziyoda qilgin. Hammamizning gunohlarimizni afv qilgin, o'tganlarimizni o'zing rahmat qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bundan oldin ko'rganinglardek, Buxorocha osh sofi nihoyatda tayyorlanish jarayoni murakkab. Shuning uchun ham aynan mana shu turdagi osh eng parhezbob deb hisoblanadi.
aytgancha mana shunday parhezbob va super organik oshni siz ham yemoqchi bo'lsangiz, demak Nyu-Yorkda joylashgan Sherdor Burger restoraniga sizlarni soat 11 dan 3 gacha har kuni taklif qilamiz. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Sherdor Burgerda ko'rishganda ko'rishguncha. Qani, bismillah.